Usta akalar, bormisizlar? Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Kech bo'lishiga qaramasdan video qilay dedim. Ish chiqqan. Juda ham ko'pchilik yozyapti. To'g'risi uspet qila olmayapman. O'zimning ishlarim bilan, bizneslarim bilan bo'lib qolyapman. Bu ishlar bilan endi hammaga, lekin kimlarga javob yoza olmayotgan bo'lsam, hammaga birma-ketin yozib chiqaman akalar. Ish bor, xudo xohlasa, Xorvatiyada yurganlar uchun. Faqatgina legalni yurganlar so'rayapti. 2 dona master kerak. Mana armatura, apalavka, xullas tesarni bilsanglar kerak. Tesar oplata, mana shu armatura to'qiydigan, apalavka yasaydigan, xullas beton sohasida monolit tushunadigan 2 dona yaxshi master kerak so'rayapti Xorvat. Ish Zadar tarafda, Zadar Split o'sha taraflarda ish. Dokumentlar qilib beradi, faqatgina u legalni yurgan odam bo'lsin deyapti, Farruh deyapti. Xorvat aytyapti. Chunki nelegal bo'lsa, ularga ham bosh og'riqda, ishi ham ko'p, rasxodi ham ko'p, u yuguri ham ko'p deyapti, anaqa qila olmaymiz deyapti. Hozirda bilasizlar, yangi zakonlar chiqib, Xorvatiyada ham qiyin bo'lib ketyapti. Bunday dolga surilyapti-da. Hujjat masalasi boshqasi. Iloji boricha akalar legalni yurishga harakat qilinglar. Legalni yurgan akalarimiz bo'lsa, usta akalarimiz meni ko'rib turgan, aloqaga chiqinglar. Shu tesar ustasi bo'lsangiz, haqiqatan master bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Yaxshi ish bor. Soatiga 7 eurodan beradi. Yotog'ini beradi, yemoqni bermaydi. Pitaniya o'zingizdan bo'ladi. Bo'ldi, shu. Ish 200 do 250 soatgacha bo'ladi. Endi kunlar uzaydi-ku, bu yerga endi ish soati ham yaxshi bo'ladi. Sezon boshlandi, chunki ishlar boshlandi. Yozinglar, mana ko'p akalarimiz yozgan menga, Xorvatiyadan men ish topib bering boshqa deganlar. Hozir topolmadim telegramlarni, nimalardan. Ko'pchilik yozgan, tagiga qolib ketganmiz izlab. Shu ko'rib turgan bo'lsanglar, aloqaga chiqing. Xudo xolasa, videoni shu oxirigacha ko'rib, ma'qul bo'lsa, xorvat tilini bilsangiz, xohlang gaplashtirib ham qo'yaman. Xizmatimni o'zim borganda xizmatimni berasizlar, bo'ldi. Degan oylikdan beray, nimadan beray degan narsa yo'q. Oylikdan bergandan ko'ra bermay qo'ya qolinglar. U oylikdan beraman deb nechta shimatalarni chiqarib ketdi o'zi. Oylikdan beraman deydi. U o'zini ham ana aldagan bo'ladi, boshqani ham unda. Chunki lavz qolmayapti ko'p nimalarga, lavz u haqiqiy erkaklarga bo'ladigan narsa-da. O'shanday narsalar qolmayapti, to'g'risi borku. Nima chiqyapti-da, oylikdan beray, uni qilay, buni qilay, shu stri o'zicha borku. Shu nima qilsaki, shu 200 euro xizmatni bermay shu ishga kirib olsa-da. Sen oldin ish topib bergan odamni rozi qil. Keyin ishingda bir unum bo'ladi, baraka topasan desa-da. Yo'q, u bermaydi. U birinchi joylashib olish kerak, xullas oylik olish kerak. Oyligidan keyin pulga kelganda, ish bo'lmas ekan, u bo'lmas ekan deb qochib ketgan, nechta anaqa qilganlarni ham bilaman. Shunaqa gaplar akalar. Agar realni masterlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kutib qolinglar yangiliklarni.